Kontur 1.6 o'ynash jonga tegdi bolalarda. Shunga kelinglar Kontur 2 ga kompyuterlar yig'amiz dedik va ikkita budjetga qarab kompyuter yig'ishga qaror qildik. Birinchisi bu bizdagi mana shu $160 yig'iladigan va Kontur 2 ni o'rtacha grafikalada o'ynasa bo'ladigan kompyuter sborka hisoblanadi. Undan tashqari o'zining chiroyli RGB podsvetkali kullari, chiroyli ixcham keysga yig'amiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, aynan Kontur 2 da test qilib ko'ramiz. $160 qanaqa ham kompyuter yig'sa bo'lar ekan deganlar uchun bu bizdagi DDR3 kompyuter hisoblanadi. Kelinglar, birinchi galda kompyuterning xarakteristikasi bilan tanishamiz. Ya'ni bizdagi prosessor bizda mana shu ixcham platamizga qo'yilgan, ya'ni i5-3470, ya'ni 3-pokoleniya i5 prosessor hisoblanadi. Tabiiyki DDR3 va bunga mos keladigan plata bizda mana qo'limda bu yangi ishlab chiqarilgan TG kompaniyasiga tegishli hisoblangan plata hisoblanadi, ya'ni H61 platasi. Kelinglar, narxlari bilan aytib ketaman. i5 3-pokoleniya hozirda $10, H61 yangi bizdagi plata, bu eskisi emas, yangisi bizdagi narxi xo'p $18. Buni asosiy afzalligi bunga M2 SSD qo'ysak bo'ladi mana. Ya'ni bunga H61larda o'zi M2 slot bo'lmagan, bularga M2 qo'yiladi-yu, lekin SATA 3 bo'lib ishlaydi. Endi bizda DDR3 yotgan operativkalar bor edi, va shunaqangi M2 yotgan SSDimiz bor edi. Ya'ni kompyuter upgrade qilgan paytda har xil zapchastlar qolib ketadi. Xullas shunaqangi qolgan zapchastlarga bir ikkita narsalar qo'shilib, mana shu sborkani amalga oshiramiz. Ya'ni hisob-kitob ketyapsizlar. Prosessor $10, bizda platamiz $18, prosessorimizga mos hamdaqangi chiroyli RGB podsvetka bilan yonadigan kullerimizning narxi esa bizda $5. Mana. Undan keyingisi bizdagi o'sha xotiralarimiz, ya'ni tezkor va doimiy xotira. Tezkor xotira mana bizga yangisi qo'yilgan, ya'ni DDR3 Kingstondan 8 GB dan ikkita 1600 tezlikda ishlovchi, ya'ni jami 16 GB DDR3 operativkamiz narxi bor yo'g'i $12. Undan keyingisi SSD bizda 512 GB M2 NVMe SSD, lekin bu yerda SATA 3 bo'lib ishlaydi. Boyga aytgandek, yotgani uchun aynan ushbu sborkaga qo'yganmiz. Osco kompaniyasiga tegishli va taxminan hozir paytda 512 talik SSD buvlarining narxi shu $25 atrofida. Narxlarni yozib qo'yganman. Shularni sizlarga har bittasini narxi bilan aytyapman. Mana. Xo'p, undan keyingisi bizda demak prosessor platalar hammasi narxini bilib oldik. Hamdaqangi ixcham qaranglar. H61 plataning ixchamligini xuddi mini ITX ga o'xshash, o'zi micro ITX plata bo'lsa ham mini ITX ga juda ham yaqin ixcham plata. Undan keyingi hammani qiziqtiradigan savol bu video karta. Video karta bizda XFX kompaniyasidan biladiganlar bo'lsa kerak. XFX RX 470 video kartasi bizda shu 4 GB li video karta. Kontur 2 da haqiqatan yaxshi tortib beradi. Yomon emas, o'rtacha Full HD uchun. Shu video kartamizning narxi $40, ya'ni BU'sining narxi. Undan keyingisi endi bizda olib qo'yilgan blokitani bor edi. O'sha blokitani qo'yishga qaror qildim. Ya'ni Aerocool Xas desa ko'pchiliklarning yonib ketadigan blokitanalarni bir nimalarni tushunishadi, lekin bizani blokitanasini ishlatgan bo'lsam, bunaqa muammo menda bo'lmagan. Menga muhimi hozir payt sborkalarda shu narsaga ko'proq e'tibor berishga harakat qilaman. Ya'ni bu blokitanamiz bizda Aerocool Xas 650 talik bizda shu gold sertifikatiga ega bo'lgan haqiqatdan yaxshi blokitana. Keyinchalik xarid qo'ysam, men umuman bu blokitana bilan bemalol 3060 i5 12-pokoleniya sborkani bemalol ko'tarib otvoradigan baquvvat blokitana bor edi. Aynan o'shandan qo'yganmiz. Buni narxi hozirda taxminan bozorda $35 atrofida. Ya'ni 650 talik gold bo'lgani uchun nisbatan qimmatroq. O'zi $20 blokitani ham qo'ysa ham bo'lardi. Endi bizda bo'lgani uchun mana shu biza blokitanani qo'ydik. Undan keyingisi men sizlar ko'rib turgan Zetatek kichkinagina ixcham yoni shishaga o'xshash plastik ko'rinish, ya'ni ichi ko'rinib turadigan podsvetka yonganda kullari chiroyli bo'lib turadigan. Eng muhimi qaranglar, ixchamgina keysimizga yig'amiz va ushbu keysimizning narxi ham bizda xo'p $15 turadi. Ya'ni shuni hisoblasak, jami $160 ga aylanadi. Maza qilib Kontur 2 ni o'rtacha nastroykada o'ynashimiz uchun. Sal turib boyga aytganimdagi Kontur 2 dagi real testlarni ham ko'rasizlar. Undan ham tashqari Kontur 2 uchun emas, yana nima ish uchun ishlatilinadi. O'zi bu asosan bo'sh paytda Kontur 2 o'ynalsa, asosan bu sborka bizda grafik dizayn ishlar uchun ishlatilinadi. Ya'ni Photoshop, Illustrator, CorelDRAW kabi
programmalar ishlatayotgan paytimizda xullas 2-3 ta printerlar bor, shularni nimanidir pechatlar qilish kerak bo'lsa yoki shunga o'xshash boshqa mayda-chuyda ishlarimiz uchun kompyuter bor edi, u ancha sal eskirdi. Shuning uchun ora-orada unda 1.6 o'ynalardi. 1.6dan boyga aytgandek zerikishgan uchun kelinglar Ctrl-K ga o'tish niyat paydo bo'lib qoldi va xuddi shu zborkani amalga oshirgan. Bu yerdagi yarim zapchastlar o'zimizda bor edi. Qolgan bir ikkita zapchastlar olindi. Kelinglar, buni endi kompyuterimizga yig'ib olamiz. Yig'ib olish ham qulay, chunki chunki ancha-muncha ishni ham plataga o'rnatish orqali amalga oshirganmiz. Ya'ni plataga kulleri qo'yganmiz, SSD qo'yib qo'yganmiz. Mana qo'yish qiyin emas, shunchaki bu jami qo'yilish 2-3 minutga ham bormaydigan ish o'zi aslida. SSDmiz qo'yilgan va ikkita operativkamiz ham qo'yilgan. Shuning uchun hozir biza platamizni kamerani yuqoriga qilamiz deb platani кейsimizga o'rnatamiz. Blok stena orqali tok qismlarini hammasini ulab, oxirida video kartani qo'ysak, kompyuterimizni yoqsak, shu bilan tayyor bo'ladi. Undan tashqari, misol uchun sizlar montaj o'rganmoqchi bo'lsanglar ham Full HD montajni o'rganish uchun o'rtacha darajada, hattoki xuddi shunaqa nima deydi, zborka bilan bemalol Full HD montajlari, tadbirlar, raddomlar yoki qanaqadir yana shunaqa har xil marosimlar bo'ladi-yu, xuddi shunaqa marosimlarni ham bemalol mana shu kompyuter orqali montaj qilsanglar bo'ladi. Video karta eng ichidagi bu yaxshisi hisoblanadi. Bu zapchastlarga qaraganda video karta haqiqatan kuchliroq. Endi Ctrl-K bo'lgani uchun aynan ushbu video kartani ushbu zborkaga tanladik. Qani ko'ramiz Ctrl-K da qanaqa test, ya'ni qanaqa FPS berar ekan. Hozir esa birinchi yig'ib olamiz, keyin Ctrl-K da test qilamiz. Qani unda biz boshladik aytgancha xuddi shunaqangi videolar sizlarga yoqsa, kommentariyada o'z fikringizni yozinglar, tanish do'konlar bo'lsa yuborib qo'yinglar. Sababi biz ko'plab texnika do'konlariga yozmoqdamiz. Odamlarda turli ajoyib savollar, ajoyib texnikaga bo'lgan obzorlar, talablari bor, lekin do'konlarga yozsak, do'konlar ishlashi qanaqasidir ma'noda xohlashmaydi. Juda ham ko'p holatlarda biz texnikalarni sotib olib obzor qilmoqdamiz, keyin uni kimgadir sovg'a qilish kerak bo'ladi yoki boshqa narsa bo'ladi yoki aynan konkurs qilib biz shu sovg'alarni tarqatmoqdamiz. Endi bu qaysi jihatdan, moddiy jihatdan bizga ancha katta minus, lekin mana shu kurs reklamalar chiqayotgan bo'lsa, oldindan sizlardan uzr so'raymiz. Mana shu kurs sotilayotganlardan kelayotgan pulli va shunaqangi videolar, rasxodlar, studiyani rivojlantirish, yanada kanalni rivojlantirish uchun ketmoqda. Xohlasanglar donatlar orqali bizani ijodimizni qo'llab-quvvatlasanglar ham bo'ladi. Pastda donat uchun manzil qoldirib qo'yamiz. Qani unda biz zborkani boshlaymiz. Xo'p, ana endi keysimizni ochib olamiz. Mana tayyor. Mana o'zida plankasi bor. Shu plankasini qo'yib olamiz birinchi keldi. Keys orqasini ochib olamiz. Kabel menejment qilish uchun kabellarni akkuratliroq orqadan o'tamiz. Mana bu yerdan kabellarni olib o'tib ketishimiz kerak, mana burchakdan. Faqat prosessornikini qoldiramiz. Video kartanikini ham, platanikini ham. Platani qo'yishdan oldin eng oson varianti o'z mana shu biz F panellarimizni ulab olish hisoblanadi. Ya'ni mana shu turishida F panellarni ulab olsak o'zimiz uchun qulay bo'ladi. Misol uchun bu yerga audioni ulashimiz kerak. Shu joyi o'zida F audioni ulaymiz. Bu joyda USB ni ulashimiz kerak. USB ni ulab olamiz. Panelimiz bu yerda ekan. Mana F paneli kichkinagina yozilgan, F panel 1 deb yozilgan. Buni Google ga kirib, qaysi birini qayerga ulash kerakligi haqidagi ma'lumotlar bilan tanishib olsak bo'ladi. Mana F panel desa, mana ko'rsak bo'ladi, qanaqa nimani ulashimiz kerakligi haqida ma'lumot chiqyapti o'zi. Xuddi shu sxemaga qarab, nimani qaysi birini ulashimiz kerakligini bilib ulab olsak bo'ladi. Birinchi galda ulab olishimiz kerak bo'lgani biza prosessorga tok kelish uchun mana 4 pinimiz bor. Shuni ulab olamiz. Ana endi asosiy bo'lgan 24 pinimizni ulab olamiz. Plataga asosiy tok beradigan bizda 24 pin. Ana endi krishkaning orqa qismini o'sha mana kabellarini
akkuratniyroq olishimiz kerak. Mana endi orqa krishkasini sekin yopib olamiz. Hop, ana endi oxirgi ishimiz qoldi, ya'ni video kartamizni joylashtirib olish. Hop, mana video kartani qo'yamiz endi. Video kartamizni endi qotirib qo'yamiz. Bitta bo'yi qoldirgan pin bor, mana 6 pinni video kartaga ulaymiz. Hop, mana hammasi tayyor. Endi kompyuterimizni olib, bemalol krishkasini yopib ishlatursak bo'ladi. Mana ko'radigan bo'lsak, ya'ni Control 2 ni test qilishdan oldin uni xarakteristikasini ko'rsatmoqchiman. Har doimgidek mana shu dasturimiz orqali kompyuterga qo'yilgan zapchastlar haqida aniq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Mana protsessor ko'radigan bo'lsak, i5 3570S 16 operativka, H61 bizda plata, video kartamiz RX 470 bizda mana. Xo'p, SSD'miz bor 512 talik bo'ldi. Ana endi Control 2 ni ochib o'ynashdan oldin birato'la Controlda o'zi umuman FPS ni bilish uchun 3 xil varianti bor. Biz 3 xil variantini ko'ramiz. Birinchisi Steamdan yoqib qo'ysak bo'ladi, ya'ni Steamga kiramiz, akkauntiga, настройка, v y kiramiz. Mana bu yerda qaysi joyga qo'yish, misol uchun men chap taraf burchakka qo'yilsin deyman. Mana bu kontrastli bo'lib tursin, ya'ni FPS ajralib yaqqol ko'rinib tursin. Mana bu настройка yoqib qo'yamiz. Bu bizda birinchi varianti. Ikkinchi va uchinchi variantini Control o'zini ochamiz, Control o'zidan ko'ramiz. Chunki bundan oldingi chiqqan sborka videoda bu FPS emas deb yozishibdi. Men uni Control o'zidan ochdim. Ya'ni o'zini настройкasi telemetriyadan qo'yish hamcha ko'pchilik biladi. Xuddi shuni qo'ysam bu FPS emas deyishibdi. Qani ko'ramiz. Mana bizda уже Steam'dagi chap burchakda ko'rsatish boshladi. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, kamerani sal to'g'rilaymiz. Mana chap burchakda kichkina bo'lib ko'rinyapti. Xo'p, o'yinni boshlaymiz. Mana o'yinni sizlarning oldinglarda boshlaymiz. Ya'ni oddiy trenirovka emas. Соревновательныйdan Dust'ga, Inferno yoki Nucleardan bittasiga boshlaymiz. Mana kutib turamiz. Karta berguncha chapda FPS'imiz ishlayapti. Mana hozircha 62-61 FPS yetgancha ushbu monitorimiz bizda Redmi 165 FPS'li X27G modeli. Ko'ramiz bu $160 sborka qancha FPS tortib bera oladi. Hop, mana o'yinimiz boshlanyapti. Endi ikkinchi usulni ko'ramiz. FPS yoqishi, настройка, telemetriya, mana показать время, частота degan joyga всегда qilib qo'yamiz. Ana endi mana bu o'ng taraf burchakda ko'ryapti, mana burchak. Ana o'sha yerda ham FPS ko'rsatishi boshlaydi. Eng qizig'i chapdagi ham, o'ngdagida ham ikkalasi ham bir xil FPS ko'rsatyapti. Ya'ni ikkalasi ham o'sha FPS degani. Hop, настройкani ko'radigan bo'lsak, hozircha 100 FPS beryapti bizda. Igra, mana. Grafikani ko'ramiz, mana 165 Full HD da turibdi, monitor va высокий da turibdi. Ya'ni bizda высокий da shuncha FPS beryapti, ya'ni высокий biza bemalol 100 FPS da o'ynamoqdamiz, ya'ni 100 Horizon mana ko'radigan bo'lsa, FPS ko'rinyapti hamcha sizlarga ham. Hop, ana endi sredniga qo'yib ko'ramiz. Qani necha FPS berar ekan. Sredniga qo'yishimiz bilan ko'rsak bo'ladi. 140 FPS beryapti. Hozir o'zimiz real o'ynab ham ko'ramiz. Mana ko'radigan bo'lsak, sredniga qo'ydik. Haqiqatan FPSimiz ancha oshdi. Eng kami 120 bo'lsa 135 FPS gacha bizda tortmoqda. Mana hatto 140, ya'ni 120
140 FPS ortib beryapti. Qoyil zo'r, bu kompyuter uchun, bu xarakteristika uchun 140 FPS menimcha yomon emas. Kelinglar, ana endi niskiga qo'yib ko'ramiz. Niskida qancha tortib berar ekan. Hop, bundan tashqari Contour 2 da FPS ko'rsatishi keyingi 3-varianti bu kod yozishimiz kerak. KV show FPS degani bor. Mana bizda show FPS bizda 0 turibdi. 0 o'chirish. Agar 1 qilsak buni bizda FPS ko'rsatishni boshlaydi mana. Mana bu FPS ko'rsatyapti hozir уже. Aynan shu bu yerda necha ko'rsatayotgan bo'lsa, ani 120 125 FPS o'ynayapti. Mana bu joyda. Mana qizilda har doim chiqib turadi mana. Bu 3-usuli. Yoqmasa, yana kiramizda KV show FPS 0 qilsa yo'qoladi. Chunki hozir men chapdagi o'ng tarafda ko'rsatayotgan FPSlarning o'zi ham yetarli. Hop, ko'pchiliklarga keyingi so'raydigan savol, sizlarda agar 300 FPS ko'rsatgani bilan monitoringlar 300 FPS bo'lmasa, monitor xullas necha bo'lsa, faqatgina o'sha FPS da ishlata olasizlar. Даже 300 FPS ko'rsatib tursa, monitoringlar 75 FPS bo'lsa, maksimum monitor sizlarga 75 FPS ko'rsata oladi. 400 ko'rmaysizlar, 300 ko'rmaysizlar. Kompyuter shunaqa tortgani bilan shuning uchun monitor bilan video karta bir-biriga juda bog'liq. Ya'ni necha FPS ko'rsatayotgan bo'lsa, faqatgina o'sha FPS da o'ynay olasizlar. Xo'p, hozir niskiga qo'ydik. Niskida ko'radigan bo'lsak, nimagadir niskida даже FPSimiz bizaniga tushib ketdi. Hattoki visoki bilan teng, ya'ni 100-110 FPS o'ynaymiz niskida. Sredniydan ko'ra kamroq. Sredniyda biz yaxshiroq FPS da o'ynayotdik. O'zi umuman olganda konturni mana shu 100 FPS kerak bo'lsa 140, 150 qilsa ham bo'ladi. Buni endi o'ziga yarasha Windowsda, video kartani Nvidia nastroykasida, umuman yana boshqa qo'shimcha nastroykalar usullari, variantlari bor. Ularni qo'llash kerak bo'ladi. Xullas bu kompyuterda maza qilib sredniyga qo'yib 130-140 FPS o'ynasak bo'lar ekan. Xuddi shu xarakteristika bilan menimcha 130-140 FPS bu juda ham zo'r. Ya'ni i5 3-avlod, bundan 13-14 yil oldingi protsessor. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoru 2U2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.